Bugun 19 oyli o'g'lim yuradigan karis bog'chasi bolachalarni piknikka olib ketishayotgan ekan. Koreyaning bog'chalari bolachalarga juda ham katta e'tibor qaratishadi. Har hafta bog'chaga har xil hayvonlar olib kelib, bolachalarga bittama-bitta tanishtirib chiqishadi. Va har safar bolachalarning tug'ilgan kunida bog'chaning mudirini o'zi bitta katta tort olib, hammalar birgalikda nishonlashadi. Ota-onalar esa bolachalarning tug'ilgan kunida bog'chaga hech narsa olib borib berishi shart emas. Va Koreyaning bog'chalarida katta gruppadagi bolachalarga alohida repetitorlar kelib ham o'qitishadi. Ingliz tili, matematika, jismoniy tarbiya va ona tili darsliklariga bog'chaning mudiri alohida repetitorlarni o'zi chaqiradi. Buning uchun ota-onalar hech qanday pul berishi shart emas. Koreyaning bog'chalarida bolachalar 4 yoshidan boshlab shunaqa narsalarni o'rganishni boshlaydi. Bugun 19 oyli bolamni bog'chasidan piknikka olib ketayotganiga sumkasiga faqatgina suv bilan sochiq solishimizni iltimos qilishdi.